Assalomu alaykum qadrdonlar. Biz navbatdagi obyektimizdamiz. Bu obyektdagi shit montaj jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda eng sifatli, eng premium klassdagi shit montaj ishini olib borganmiz va o'rnatgan avtomat uzib berganlarimiz ham o'ta original firmaniki. Marhamat tomosha qilinglar. Shit firmasidan 3 polsli avtomat, Beni firmasidan o'zgaruvchan tok uzipi, voltmetr va DC avtomat, maxsus DC avtomat. Bu ham 4 polslidan foydalanganmiz. 2 polsli emas. Noshina, Agnishuto, DC uchun uziplar va DC perdahnalik. Zazimleniya ham qo'yganmiz. Mana ichida uni qilmasligi uchun tashqariga qo'yganmiz. Invertorimiz Solax. O'sha premium klassdagi invertorlardan. Mana kirishlarimizda foydalanganmiz. Ust kabel, mis, bosh paneldagi, hattoki mana qisishlar jarayoni ham o'zini ombir nimada bas, pufli bas, zavодской holatda qisilgan. Invertorda o'zi ham zazimleniya qilingan va xonadonda zazimleniyasi mana bunday holatda o'rnatilgan. Mana do'stlar, zazimleniya pastga 3 ta qoziq qoqilib ulanib ketilgan.